Xabaringlar bor, Real Madrid Qozog'istonga keldi. Ertaga Qozog'istonda o'yini bor Qayrat bilan. Butun Esenga ashida, butun Esenga ashida. To'g'risi 23 mingtalik stadionga 77 mingta odam kirib olmasa bo'ldi deb turibman, to'g'risi. U narxlarda aytmasa ham bo'ladi, u biletni narxlari mayli aka, mana shu Mbappeda orqasidan kirib chiqqan hojatxonasiga kirib chiqish necha pul bo'lyapti? Bo'lib ketyapti ekan o'zi. Biletlar 5000, 6000 deydi. O, akalar dedim, 5000, 6000 ga El Clasico ko'rib kelsa bo'ladi Ispaniyaga borib, jon akalar. Endi to'g'risi kutib olish, masalan, Chelsea keluvdi o'tgan yili. Chelsea 3-sostavini mijoni biznikilar Arsenalni jo'natib, o legenda Carloslarni ham jo'natib yuborib, 5 tadan keyin azatda bir 20 metr turish vermasa bo'ldi deyapman. Ammo kutib olishga gap so'z yo'q, to'g'risi. Realni Madridda ham unaqa kutib olishmas. Tavba qildim. Ertaga ish qilib, mana Qayratni ham paddeshiga qilgani kiringlar. Qayrat o'zini uyida Santiagoda o'ynayotganda o'ynamasa bu. Real o'zini uyida o'ynayotganda hamma Realga paddeshiga qilib o'tira olmasin deb turibman.